ingalyatorni absolyut bundan chiqish uchun yoki mana shu dori qo'ldan chiqish uchun nima qilishimiz kerak? Juda ko'pchilik bemorlarimiz mana shu ingalyatorni, o'zi qo'llayotgan ingalyatorni bu yechim deb o'ylaydi yoki bo'lmasa aytaylik gormonal preparatlarni misol uchun yechim deb o'ylaydi. Afsuski bu yechim bo'la olmaydi. Kasallikning ikki turi farqlanadi. Birinchisi bu somatik astma, ikkinchisi psixogen astma. Mana shu nafas tizimi kasalliklari, allergik bronxit, bronxial astma, aynan mana shu xastaliklarni davolashda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Davolanish jarayonida mana shu beshala qismga siz chuqur ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu xastalikdan butunlay chiqasiz. Agar butunlay chiqmagan holatingizda uzoq yillar buni siz nazoratga olgan bo'lasiz. Ya'ni Assalomu alaykum, hurmatli doktor Sadirov YouTube kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan mana shu nafas tizimi kasalliklari, allergik bronxit, bronxial astma, aynan mana shu xastaliklarni davolashda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Aynan qaysi jihatlarda hisobga olsak, bizni davolashimiz samaraliroq bo'ladi degan bir savolga qo'ldan kelgancha javob bermoqchiman. Xo'p, bizni kuzatib borayotgan juda ko'pchilik kuzatuvchilarimiz biladi. Men ma'ruzalarimda, mana shu treninglarda aytganman, kasallikning ikki turi farqlanadi. Birinchisi bu somatik astma, ikkinchisi psixogen astma. Psixogen astma ko'proq asab tizimi bilan, stresslar bilan bog'liq holatda keladi. Bu xastalikni davolash 100% natija beradi. Ya'ni psixogen astma bo'ladigan bo'lsa, sizni davolashimiz inshaalloh 100%. Agar sizda somatik holat bo'ladigan bo'lsa, bunday holatni davolashda biroz qiyinchilik bo'ladi, lekin davolashda ma'lum bir nima deydi, to'g'ri sabablarini topib davolaydigan bo'lsak, uzoq yillik kasallikni biz remissiya davriga olib kiramiz. Ya'ni sizni bezovta qilmaydi bu degani, ya'ni nazoratga olamiz degani. Somatik turi bo'lsa ham. Juda ko'pchilik bemorlarimiz mana shu ingalyatorni, o'zi qo'llayotgan ingalyatorni bu yechim deb o'ylaydi yoki bo'lmasa aytaylik gormonal preparatlarni misol uchun yechim deb o'ylaydi. Afsuski bu yechim bo'la olmaydi. Buni sababi siz boshida kamroq qo'llaysiz. Bu oy o'tgandan keyin, ma'lum bir etap vaqt o'tgandan keyin ko'proq ishlatishni boshlaysiz. Ko'proq bir vrach mutaxassislarga ishingiz tushib qoladi. Xo'p, mana shu holatlarga bormaslik uchun, ingalyatorni absolyut bundan chiqish uchun yoki mana shu dori qo'ldan chiqish uchun nima qilishimiz kerak? Mutaxassisga bordingiz, o'pkani aytaylik rentgen qildi yoki MSK orqali ko'rdi, balg'am tahlili oldi, qon tahlili oldi va sizga shu lechinlarni yozdi. Bu to'g'ri. Endi mana shu joyida bitta savol tug'iladi. Xo'p, nafas tizimida o'zidami muammo? Yoki yana qaysidir organlar bilan bog'liqmi? Albatta bog'liq. Oshqozon ichak tizimimiz bilan bevosita bog'liq. Agar sizda surunkali qabziyat bo'ladigan bo'lsa, oshqozon ichak tizimida surunkali shamollashi bo'ladigan bo'lsa, jigar o't xastaliklari bo'ladigan bo'lsa, sizni bu nafas tizimi kasalliklaringizni to'liq davolab olish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Sababi bunga bog'liq. Aynan parasimpatik nerv tolasi orqali oshqozon ichak tizimining ishi kuchayganda, aynan nafas tizimining ishi susayishni boshlaydi. Bular bir-biriga teskari ravishda ishlashni boshlaydi. Xo'p, bu tomonga chuqur kirishim shart emas, lekin aynan mana shu qismda davolashimiz, shunga e'tibor berishimiz juda ham muhim. Bu bir. Ikkinchisi, juda ko'pchilik bemorlarimiz shikoyat qilib qoladi, mana shu orqa ko'krak umurtqasini shu yerda og'riq, misol uchun achish, qanaqadir tolish holatlari borligidan juda ko'pchilik bemorlar shikoyat qiladi. Ichda kuraydi, o'rta qismida. Aynan mana shu qismdagi nervlar o'pka tomonga yo'naltiriladi, traxeyaga, o'pkaga, yurakka keladi. Aynan mana shu nervlarda zararlanish bo'lishi mumkin, ya'ni nerv qisilish holatlari bo'lishi mumkin. Bunga sabab nima? Bunga sabab aynan shu suyak bo'g'im tizimidagi moddalarni, minerallarni yetishmovchiligi, ya'ni suyaklarda mo'rtlashishi bunga asosiy sabab bo'ladi. Va bunga olib keluvchi yana bir mexanik omillardan biri, biz juda ko'pchilik mana shu xuruj paytida bemorlarimiz bolishni quchoqlaydida engashgan holatda o'tiriladi. Bu doimiy, bu kech payt ham misol uchun doimiy shu holatda o'tirilgandan keyin bu holimizmi yo'qmi bizni nervlarimiz qisilishni boshlaydi. Bu narsa o'z-o'zidan o'pkani ishini buzilishiga olib keladi.
Biz ming buyoqda davolaganimiz bilan agar biz bu qismga ahamiyat bermaydigan bo'lsak, bu xastalikni davolab olishimiz, aynan somatik holat bo'lganda ham buni biz to'liq nazoratga olishimiz qiyin bo'laveradi. Mana ko'ryapsizmi, nimaga ahamiyat berishimiz kerak. Keyingi masala, aynan mana shu xastaligi bor bemorlarda gripp holati juda og'ir o'tadi. Juda ham og'ir o'tadi. Yengil shamollash yoki yengil gripp sizni kerak bo'lsa больницаga yotib davolanishga olib borishi mumkin. Buni o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Bunga sabab nima? Bunga sabab immunitetni to'g'ri ishlamasligi, aniqrog'i. Siz tushunishingiz uchun immunitet past deb hisoblasangiz bo'laveradi. Tushunasizmi? Sizda virus paydo bo'ldi, gripp virusi, organizm buni yengiy olmaydi, holat battar kuchayishni boshlaydi. Shuning uchun 3-chi ahamiyat beradigan jihatimiz immun tizimingizni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi sizni. Xo'p, endi bu xastalikni davolashda biz cheklov qo'yamiz-ku mutaxassislar. Qizil narsa yemaysiz. Xo'p, aytaylik, yelli narsa yemaysiz, sitrus mevalarni yemaysiz, shirin narsalarni yemaysiz, sovuq suv ichmaysiz, o'qimaysiz. Biz cheklovlarni qo'yamiz-ku. Bu narsa immun tizimni yanada pasayishiga olib keladi bu narsa. Xo'p, men bu bilan nima demoqchiman? Shaxsan meni davolash dasturimda mana shu parhezga unchalik biz jiddiy kirishmaymiz. Nima uchun? Biz immunitetni ko'tarishimiz kerak. Shuning uchun davolash dasturimda yoki men davolatgan bemorlar bemalol iste'mol qilishlari mumkin deb aytaman men. Organizm o'ziga kerak narsani o'zi biladi har doim. Faqat biz unga yordam berishimiz kerak xolos. Xo'p, bu nima degani? Misol uchun organizmga vitaminlar, minerallar kerakda. Siz nimanidir yegiz kelyapti, lekin o'zingizga cheklov qo'yapsiz. Bu narsa organizmdagi shu immunitetni noto'g'ri ishlashiga yoki buni to'liq ishlamasligiga sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, davolash dasturimizda immun tizimni rivojlantirishda maxsus tabiiy dorilar bemorga tavsiya qilinadi. Qon ko'paytiruvchi, minerallarni ko'taruvchi misol uchun, omega 3 to'g'rilovchi misol uchun, kalsiyni 3 to'g'rilovchi misol uchun, aytaylik, ferrumni, sinkni va hokazo selenni to'g'rilovchi vitamin minerallar tavsiya qilinadi bemorga. Shu bilan birga parhez yo'q, shart emas deyiladi. Bu juda muhim davolash dasturimizda. Bu bilan biz nimaga erishamiz? Oshqozon ichak tizimni kuchli tozalash mexanizmi ishga tushadi. O'sha organizmga yetishmayotgan vitamin minerallar keskin ko'tariladi. Bu narsa sizni aynan immunitetni ko'tarish hisoblanadi. Immunitetni barqaror ishlashini ta'minlab beradi. Bu 3-chi omil. Davolashimizdagi 4-chi omil yoki ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan 4-chi omil bu o'pkani tiriklik sig'imini oshirishimiz. Juda ko'pchilik bemorlarda ventilyatsiya, ya'ni havoni kirib chiqish jarayoni juda tez bo'lgani uchun bular entikib, hansirab qolishadi. Nima qilishimiz kerak bu jarayonda? Aynan sizlarda nafas chiqarishda muammo bo'lgani uchun siz ilojini boricha sog'lom paytingizda, xuruj bo'lmagan paytda siz buni o'zingizga refleks ravishda odatlanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 4 soniya nafas olib, 2 soniya ushlab turib, 6 soniya chiqarish. Ya'ni chiqarish nafas olishdan ko'ra uzoqroq bo'lishi zarur. Bu juda muhim bu narsa. Plus sizlarda mana shu diafragma muskuli, qorin bo'shlig'i bilan ko'krak qafasini ajratib turuvchi diafragma muskuli yaxshi ishlamasligining oqibatida o'pkani siqmaydi bu narsa va havo yaxshi chiqmaydi. Biz ilojini boricha qorin bilan nafas olishga odatlanishimiz kerak va biroz chiqarishga urg'uni ko'proq qaratishimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Bu narsa o'pkan tiriklik sig'imini oshirishga yordam beradi. Bu 4-chi omil hisoblanadi. Endi eng muhim omil, 5-chi omil, bu bizni aynan mana shu asab ruhiy tizimimiz bilan bog'liq bo'ladi. Nimasi buni ta'sir qiladigan joyi qanaqa desangiz bu narsani, misol uchun aytaylik, sizda changga allergik holat kuzatilyapti. Yoki bo'lmasa aytaylik, qizil narsa yesangiz yoki yelli narsa yesangiz yoki bir boshqa narsalarni yesangiz, aynan sizda nafas qisish holatlari kuchayib ketib qolyapti. Bu nima degani? Misol uchun mana biz yesak yoki sog'lom insonlar yesa nimaga unaqa bo'lmaydi? Buni sababi organizmda shu allergenlarni sezuvchi hujayralarni sezuvchanligi oshib ketgan qisqasi. Mana shu sezuvchanlikni pasaytirishimiz kerak bo'ladi. Bu narsani markazi sizni miyangizda hisoblanadi. Aynan nafas markazi bilan bog'liq bo'ladi bu narsa.
avtomatik ravishda shu hid tushganda, shu omil tushganda avtomatik ravishda organizmni himoya qilyapman degan tushuncha bilan bronxospazm yuzaga keladida, sizda xuruj paydo bo'lishni boshlaydi. Buni yechish mumkin. Buning uchun mana shu refleksni bizni miyamizda hosil bo'lib qolgan refleksni so'ndirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta psixologik treninglar, mana shu miyamizni bo'shatuvchi, nima deydi? Relaksiya deydi. Shu narsani yengillashtiruvchi muhim bir mashg'ulotlar bor. Mana shular orqali bemorlarni bu holatiga yechim berish mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, biroz bir ilmiy tilda tushuntirib yuborgan bo'lsam, ma'zur tutasizlar. Ilojini boricha tushuntirishga harakat qildim. Va suhbatimizni yakunida nima deyman? Davolashda aynan men ahamiyat beradigan eng muhim omillardan biri o'pkani tirilik sig'imini oshirish. Tabiiy ravishda. Qanaqadir efilin, qanaqadir ingalyatorlar orqali emas, tabiiy ravishda o'pkani tirilik sig'imini oshirish. Bu bir. Ikkinchisi, oshqozon ichak tizimini faoliyatini yaxshilash. Xo'p, umurtqa pog'onasining holatini yaxshilash. Immunitetni ko'tarish. Beshinchisi, asab ruhiy tizimni, ya'ni refleks o'chog'ini so'ndirishdan iborat bo'ladi. Davolanish jarayonida mana shu beshala qismga siz chuqur ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu xastalikdan butunlay chiqasiz. Agar butunlay chiqmagan holatingizda uzoq yillar buni siz nazoratga olgan bo'lasiz. Ya'ni sizni bezovta qilmaydi bu narsa, xudo xolasa. Sog'lig'ingizga ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.